O'zbekistonda kambag'allik darajasi yildan-yilga kamayyapti, ammo uning sezilishi hali ham yuqori. Aholi daromadi esa ko'ngildagidek emas. Qolaversa, joylarda maktab, shifoxona, yo'l va elektr muammosi hali hanuz dolzarb. To'g'ri, albatta bu masalalarni hal qilish kattagina aqcha degani. Bir tomonda olimpiadalarda sportchilarimiz olgan medallar o'zbekistonlik soliq to'lovchilarni katta pulga tushiryapti. Chempionlarga qancha sarflayapmiz va boshqa davlatlar ham xuddi bizlardek sportchilarga saxovatpeshami? Berilayotgan pullar, uylar, mashinalar asli kimniki? Bu galgi videoyimizda o'zbekistonliklarni milliardlarga tushirgan medallar haqida gaplashamiz. Esingizda bo'lsa kerak, Parij yozgi olimpiadasida naq 13 ta medal olib sportchilarimiz 206 davlat orasida 13-o'rinni egallagandi. Zo'ra. Buni ko'pchilik tarixiy yutuq sifatida baholagandi. Biroq medallar o'zbek soliq to'lovchilari uchun juda qimmatga tushdi. Har bir medal uchun davlat budjetidan 4,1 million dollar sarflandi. Keling, yaxshisi videoyimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin olimpiadalarda berilayotgan medallar o'zi qancha turishini, ularning tarkibida nimalar borligi haqida ham aytib ketsak. Olimpiada g'oliblariga har doim ham hozirgidek oltin, kumush va bronza medallari berilmagan. Masalan, qadimgi Gretsiyada g'oliblarga zaytun novdalaridan yasalgan gulchambar berilgan. 20-asr boshlarida Fransiyada o'tkazilgan o'yinlarda esa g'oliblarga san'at asarlari sovg'a qilingan. Keyinchalik Olimpiya o'yinlari uchun standart medal to'plami paydo bo'ldi. Hozirda medallar uchun Olimpiya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan aniq talablar mavjud. Masalan, medal diametri kamida 60 mm, qalinligi esa 3 mm bo'lishi kerak. Birinchi marta oltin, kumush va bronza medallari 1904-yilda Saint-Louis olimpiadasida topshirilgan. 20-asr boshlarida oltin medallar haqiqatan ham sof oltindan tayyorlangan. Ammo 1912-yilgi olimpiadadan so'ng bu g'oyadan voz kechildi. Sababi har yili qimmatbaho medallar soni ortib boraverdi. Shu sababli iqtisodiy jihatdan oltin medallarni kumushdan yasab, ustini oltin bilan qoplashga qaror qilindi. Hozirgi kunda olimpiadalarda beriladigan oltin medallar 925 va undan yuqori probali kumushdan tayyorlanadi. Ularning ustiga esa 6 gram oltin qatlami surtiladi. Ikkinchi o'rin uchun beriladigan medallar tarkibida 92,5% kumush, taxminan 7,5% mis va juda oz miqdorda boshqa elementlar mavjud. Odatda ularga ham 925 probali kumush ishlatiladi, lekin ba'zida ularning probasi biroz ko'proq bo'lishi ham mumkin. Qiziq tomoni shundaki, Tokio olimpiadasi medallari qisman qayta ishlangan gadjetlardan tayyorlangan. Oltin va kumush utilizatsiya qilingan elektron qurilmalardan ajratib olingan. Uchinchi o'rin uchun beriladigan bronza medallari esa 97% mis, 2,5% rux va 0,5% qalaydan iborat bo'ladi. Odatda bronza medalning qiymati oltin va kumushnikiga qaraganda ancha past yuradi, ya'ni 10 dollarga ham bormaydi. Bu yerda medalning haqiqiy narxi muhim emas, chunki u olimpiada o'yinlarida g'alaba qozongan mamlakatning milliy boyligi va shubhasiz faxri hisoblanadi. Ammo olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish, uni o'tkazish va yakunda beriladigan qimmatdan qimmat sovg'a-salom xarajatlari milliardlab dollarni tashkil qiladi. Olimpiadadan medal olib kelsangiz, O'zbekistonda sizni nafaqat millionlab pullar, balki qimmatbaho mashinalar va dang'illama uylar ham kutib turadi. O'zbekiston 2022-yilda davlat budjetidan olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish uchun 135 milliard so'm, 2023-yilda esa 216 milliard so'm va 2024-yilda 250 milliard so'm ajratdi. Natijada 3 yil ichida olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish uchun davlat budjetidan 600 milliard so'mdan ortiq mablag', taxminan 50 million dollar sarflandi. O'zbekiston Olimpiya o'yinlari sovrindorlarini saxovat bilan siylaydigan mamlakatlar qatoriga kiradi. Sportchilar oxirgi olimpiadadan so'ng oltin medal uchun davlat budjetidan 200 ming dollar, kumush medal uchun esa 100 ming dollar va bronza uchun 50 ming dollar olgan. Murabbiylar esa 50 ming, 25 ming va 12,5 ming dollarli bo'lgan. O'shanda umumiy ajratilgan pullar 1,95 million dollar bo'lib, oltinchilarga 1,6 million dollar, kumush medalchilarga 200 ming dollar va bronza olganlarga 150 ming dollar berildi. Pul mukofotlari kamdek olimpiada chempionlariga qimmatbaho mashinalarning kalitlari ham berildi. Masalan, birinchi o'rinni olgan oltin medal sohiblariga 1 milliard so'm yoki 82,330 dollarlik Tahoe, kumush medal olganlarga 395,3 million so'mlik yoki 31,300 dollarlik BYD Song Plus Champion flagman, bronzachilarga esa 387,2 million so'mlik yoki 30,670 dollarga teng bo'lgan BYD Song Plus Champion mashinasi berildi. Xullas, chempionlarga chempionda
Ushbu 13 ta avtomobilning umumiy qiymati 10,3 milliard so'm yoki 813.300 dollarni tashkil etdi. Qo'shimchasiga yana umumiy qiymati noma'lum bo'lgan 2 qavatli kottejlar va kvartiralar berildi. Bizda chempionlarni bunday qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlaydigan oddiy odamlar ushbu tahoyalardan birini sotib olish uchun minimal ish haqini o'nlab yillar davomida boshqa ehtiyojlarga bir tiyin ham sarflamasdan yig'ishlari kerak bo'ladi. Bu borada qo'shnilarimiz qilgan sarf xarajatlar qancha bo'ldi deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston hukumatı Parijdan 7 medal bilan qaytgan milliy terma jamoaning tayyorgarligi va ishtiroki uchun 980 million tenge, ya'ni o'sha paytdagi kurs bo'yicha hisoblaganda 25 milliard so'mdan ortiq sarfladi. Bu O'zbekistonnikidan 23,3 barobar kam degani. Biroq pul mukofotlari bo'yicha O'zbekiston qo'shni Qozog'istondan biroz ortda qoldi. Qozog'istonda oltin medal sohiblariga 250 ming dollar, kumushchilarga 150 ming dollar va bronza medal olib qaytganlarga 75 ming dollar berildi. Raqamlarni qo'shib hisoblaganda esa Qozog'iston hukumatı har bir medal uchun 423.700 dollar sarflagani ma'lum bo'ldi va bu O'zbekiston sarflaganidan deyarli 10 barobar kam. Eslatib o'tsam, Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti o'sha paytda 259,7 milliard dollar edi. Ya'ni O'zbekistonnikidan 2,8 barobar yuqori bo'lgan. O'zbekiston olimpiada g'oliblariga Amerika, Germaniya va Fransiya singari rivojlangan davlatlarga qaraganda ko'proq mukofotlar beradi. Britaniya, Yangi Zelandiya, Norvegiya va Shvetsiya esa olimpiada g'oliblariga umuman pul bermaydi. U taraflarda kutib olish borasida ham bizchalik saxiy mulozamat ko'rsatilmaydi. Hattoki 2024-yilgi olimpiadada medallar soni bo'yicha g'olib bo'lgan AQSh jamoasi o'z vatanida unchalik katta shov-shuvsiz va kamtarona kutib olingan. Tasavvur qila olasizmi? Hech qanday qichqiriq, karnay yoki surnaysiz. Ba'zi muxlislar plakatlar ko'tarib chiqishdi, ba'zilari esa sportchilardan avtograf olishga urinishdi. Bo'ldi. Ularni avtobusga o'tkazib, biron bir hokimlik yoki biron bir tadbirga olib borishmadi. Amerikalik chempionlarga 200 ming dollarlik cheklar, qimmatbaho 2 qavatli kottej kalitlari yoki mashinalarning kalitlari berilmadi. Garchi oltin medal sohiblariga 37,5 ming dollar, kumush olganlarga 22,5 ming dollar va bronza medal sohiblariga 15 ming dollar va'da qilingan bo'lsa-da, biroq AQSh hukumatı olimpiada va boshqa xalqaro sport musobaqalariga borish xarajatlarini qoplamaydi. Barcha xarajatlar asosan xususiy homiylar va xayriyalar hisobidan amalga oshiriladi. Osiyo davlatlari orasida eng ko'p medallar oladigan Xitoyda ham mahalliy hukumatlar tomonidan sportchilarga beriladigan pul mukofotlari juda past. Masalan, suvga sakrash bo'yicha oltin va bronza medallarini olib qaytgan Changyani 600 ming yuan, ya'ni 82,5 ming dollar olgan xolos. Ha, aytgancha, O'zbekiston sportchilarini Amerikada bo'ladigan 2028-yilgi Olimpiada va Paralimpiya o'yinlariga tayyorlash uchun davlat budjetidan 300 milliard so'm ajratishga qaror qilgan. Xullas, tekinga sovg'a salom bersa men ham olardim. Sportga investitsiya qilish yomon emas, faqat bu oddiy odam uchun qanchalik foydali yoki zararli ekaniga to'xtalish kerak. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.